Assalomu alaykum hammaga. Mana 24-iyul ertalabdan ish kunimizni boshlab oldik. Bu yerda changal mashinamizga metan balon qo'yib beryapmiz. 4-pokoleniya original zapchastlar bilan Polsha original miya, italyanskiy reduktor, italyanskiy fabrikalar bilan joylab beryapmiz. Orqa qismiga 90 talik balon. 90 aka 90 qo'yilyaptimi bunga? 90 talik balon joylab beryapmiz. Akkuratli qilib tepasini teshib lentalarni ham baquvvat lentalar bilan sumkaga beryapmiz. Bu tomonda Cobalt mashinamizga ham metan sumkaga beryapmiz. 90 talik metan balon akkuratli qilib joylab berganmiz. Vikor balonlar 26-yilda chiqqan 4-pokoleniya MCM Cobalt miya Polsha original miyadan Royal italyanskiy farsunka bilan X-reduktorlarni qo'yib beryapmiz. Bu mashinamizga общий dokumentlari bilan 5,5 million so'mga beryapmiz. Bu changal mashinamizga 5,8 million so'mga beryapmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.